ishlasimi, shu mendan bo'ladi. Kambag'al inson qalb xursandchiligini boy bo'lishda deb o'ylaydi. U boy ham bo'ladi, pul bilan bog'liq hamma muammolarini hal qila oladi, ammo qalb xotirjamligini topa olmaydi. Ijarachi qalb xursandchiligini uy olishda deb o'ylaydi. Bir kun kelib uy ham sotib olar, ammo qalbdagi sokinlikni birga sotib olmas. Bo'ydoq qalb xursandchiligini uylanishda deb o'ylaydi. Ammo ayoli bor, shirin shakar farzandlari bor inson ham qalb sakinatini bu bilan topolmas. Qalb xursandchiligini yuqoridagi hech bir sabablarga bog'lash kerak emas. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deb marhamat qiladi: faqat qalblar Allohni zikr qilish bilan orom olur. Bizning qalbimiz xotirjamligi, boyligimiz va baxtimiz iymondadir.